Assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga. Akalar, o'sha va'da qilganimizdek Jizzax havolga yana keldik. Yana xudo xolasa bugun test drive zo'ri bo'ladi, ya'ni H9. Mana bu allam bolosida haydaymiz xudo xolasa. Test drive-ga ham u akalarga aytdik, Instagramda yozmadilar, o'zimizni akamizni chaqirdik. Endi aka ham o'zimiz tanish. Haydab ko'rasizlar, ya'ni o'zlari bahosini berarlar, haydab ko'rib. Jamshid aka, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Endi qizig'ini aytaymi, bu ham Jamshid aka, bu ham Jamshid aka. Ikkalasi ham Jamshid aka. Bu aka ham yaqin tanishim, shuning uchun akam sherda atrofdagi uchun aka keling-da test drive qilib ko'ring. Odamlarga va'da qildik, endi kelayotgan bor, kelmaydigan bor, vaqti bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun akani o'zlarini chaqirib qo'ya qoldik. Jamshid aka, nima bo'ladi bugun? Hozirgi asosiy narsalar yana bir bor aytib o'tamiz. Avvalambor barchani Ramazon oyi bilan muborak etamiz. Bugungi asosiy mavzumiz H9 ni to'laqonli test drive'dan o'tkazamiz, sinovdan o'tkazib ko'ramiz. O'zini qanday tutadi, qanaqa funksiyalari bor va o'zi bu qanday mashina? Havol H9. Endi Jizzax Havol avtosalonida undan tashqari bugun olinadigan bo'lsa, misol uchun sovg'alar ashi udar aka. Hozir hamma ya'ni bugun va ertagami? Bugun va ertaga, agar xudo xolasa ertaga bank ishlasa. Anaqa hozir qarang. Bugun ertaga deganimiz shunda hozir bugun 27-28-kuni nazarda tutyapti shunda. To'g'rimi? Xudo xolasa. Aha, qaranglar. Xo'p, akalar, men o'sha va'da qilgan narsam oxirgi topdim uydan mana. Mana shu pravo meniki. Hamma narsasi ko'rsatamiz, biz taqamiz ekan, mana. Shunday. Mana kategoriyalarni ko'rsatamiz, akalar. B, C kategoriya. Buni o'sha dinozavrlar vaqtida akalar olganmiz B, C kategoriyani. Xo'p, mana bu pravani olishim uchun menga 750 ming, 800 ming so'm pulim ketgan o'sha vaqtda. O'qishga to'lovlar, yana vajlaniya ham imtihon degan narsalarga akalar shuncha ketgan. Hozir eshitishim bo'yicha 12 million, 13 millionga endi o'qishlari, imtihonlar bilan yiqilish-piqilishlar bilan shunchaga tushibdi ekan. Biz u pulga akalab moshina olib xudo xolasa ishoninglar. Hammaga nasib qilsin pravo olish akalar. Nasib bo'lsa, ketdikmi Jamshid aka? Xo'p, bu akam ham Jamshid aka. Akam gapirib qo'yaylik, bitta akam gapirmanlar, akajon, bitta gapirib qo'yaymi? Akam yaxshi ko'raman shuni, o'zimiz tanish akam. O'zim yaqin akam. Xudo xolasa mana keldik. Endi xudo xolasa mana test drive'ni ko'ramiz. Bo'ldi, akam, bo'ldi. Sog'liklar. Nasib bo'lsa, mana sizga mashinamiz boshladik, ko'ring. Xo'p. Mana oldiga o'tiravering Jamshid aka, bemalol. Ana sizga akamni bitta ko'rsataylik. Endi hammaga nasib qilsin akalar, shunaqa allambalo mashinalarda yurish nasib bo'lsa, sizga ham ilindik. Keling, ko'ring, haydab ko'ring, tekshirib ko'ring oyog'ini. Mana sizga ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, Jamshid aka, o'tirgan joyingizda, yurib ketayotgan joyda aka, ma'lumotlarni aytib ketaverasiz, bexijolat. Bali. Aka, hozir biz ostaki haydayotgan avtomobilimiz bu Haval H9 ni ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. 569 million 900. Rangi zeleniy metalik. O'zi bo'ladi, to'rtta bo'ladi. Oq, qora, yashil metalik va matoviy rangi. Qarang. Bunda birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya, uchinchi pozitsiya, shunaqami? Yo'q, bunda ikkita. Ikkita. 1-2. 1-2. Bu hozir ikkinchi pozitsiya. Aha, bu full. Hozirgi kunda full. Aha. Skorochiklarni qarang. Boshladik. 360 kamera bor akalar. Funksiyalardan yo'lma-yo'l aytib o'tamiz. Jamshid aka, bunda shaybali bo'ladi, anaqa skor rechakimiz unda. Unda skor rechakli bo'ladi. Mana bu hozir ko'rib turganingiz, bunisi o'zi rejimlarni. Hozir rejimda ham haydab ko'ramiz. O'zini qanaqa tushishi, 360 kamerasi. Bemalol ko'rsangiz ham bo'ladi. Atrofda ham bexijolat ko'rsatishaverar ekan. Anavi kechqurunga endi haydab ko'rmagan-ku biz aka, kechqurun bo'lsa ham mana shunaqa tiniq ko'rsatadimi nasib? Da, aka, полностью bular o'sha 21-asr aka tiniqligi kechqurun ham juda yaxshi. Nasib bo'lsa ketdi. Xudo xolasa ketdi. Funksiyalarni akalar aytib o'tamiz, yana ham. Eko koja. Eko koja, Jamshid aka? Da, bularniki koja bo'ladi, ya'ni eko именно aytganingiz. Hozir mana sportga qo'ydim. Sportda bir ko'rsatadi o'zini. Atelab orqaga o'tirib oldim. Постоянно oldida o'tirardik akalar, tip hamma narsasi mana shunday chiroyli ko'rinsin sizga. Nasib bo'lsa. Ana bular qaranglar, konditsionerda o'zingiz ham qilsangiz bo'lar ekan akalar. Mana svetcha, po'ychanosini ko'rgansizlar. Tipada panorama. Ana buni qaranglar. Bu 7 ta mesta, Jamshid aka? 7 mestalik bo'ladi. Bularni ichini ostidagi rangi ham ikki xil bo'ladi. Ya'ni qora va oranjiy saloni bo'ladi. Endi bularda mana buni boshini qarang. Boshini ko'ryapsizmi? Ostidagi. Voy, mazali Jamshid aka. Nima debdi? Bilinyaptimi? Qo'yda bilmayman. Akami bugun qiynaymiz ekan salgina. Xo'p. Qaranglar. Endi bularda abogreflari bor. Mana buni bilasizlar akalar, 4 ta balon tortadigan funksiyalarga aytib o'tiramiz. Besprovодной zaryadkamiz bor, start stoplari bor, cruise control,
Голосовой kontrol hamma narsasi bor, Hamma narsasi bor. Голосовое управление, круиз-контроль. Круиz-контрolning ikki xili bo'ladi. Adaptivniy и oddiy круиз-контроль. Klimat-kontrol полностью ilk o'tirganingizda ham sensorli datchiklar bor, ya'ni lidarlari bor. Lidarimiz bor. Panoramasi. Bu baribir sportda. Shuncha ozgina qo'rqaman o'zi. Rostini aytsam. Ana bir oltani birinchi haydaganlar tortib ketardi dedi-ku. O'shanaqa bo'ldi. Taygani kelamiz. Xudo olasi hammani e'tibori bizda. E'tibor tortuvchi avtomobil. Voy, Jamshid aka, ketib qolyapman ko'rdiki. Bo'lyapti aka. Ana sizga. Qo'yaversangiz ham bo'ladi. Endi bu avtomobilimiz o'zi внедорожник hisoblanadi oztaga. Touring Store yo'l tanlanmasi bo'ladi. Umuman tog'li zonalarga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz ham funksiyalarida, misol uchun eko rejimlari, standart, sport, Qorli, ha. Bu kir degani boyagi loy. Loy yo'llarda. Loy yo'llarda qumli eko. Voy, qumli yo'l значит bo'layotganingizdek ham ana o chul zona. Как ana Dubayda mashinalari bo'lardi-ku, aka? Shunday. Ana shunaqa bo'pti-da bu. Voy, bu qaranglar, orqada mana bunaqa kontrollarimiz ham bor, ya'ni ana abagreiflarni mana xohlasangiz o'zingiz tarafingizni, xohlasangiz qo'shni tarafni farqi yo'q, hammasini bu yerdan ham kontrol qilsangiz, mana bu yerda Malibuda bo'lardi-da, bilasan? Biroz yaratgan ham qo'yib ko'ramiz. Bemalol. Sizda hozir iPhone 17 uchunligimi aka yo farqi yo'qmi qanaqa bo'lsa ham? Yo'q. Balosi bo'lsa bo'ldi, zaryad oluvchisi bo'lsa. Bo'ldi. O'zida zaryad quvvatlovchi bo'lsa bo'ldi, muammosi yo'q. Bespроводной bo'lsa. Da. Ostiga qarang. Sezyapsan, hozir ekoga qo'ydim, tortish uncha emas. Agar siz sportga qo'yadigan bo'lsangiz, u birdaniga seziladi. Mana. O'zi motorning ovozi ham o'zgaradi. Ketdi bo'ldi. Xo'p, aka, rasxodlari haqida ayting. Rasxodga keladigan bo'lsa, bularniki 10 ta, 11 ta reallatish kerak. 12 tagacha desangiz ham bo'ladi. Bosgan sari ketaveradi baribir. Agar Touring Store qiladigan bo'lsangiz, Touring Store'da rasxodi yoki данный ближнega qarab ham o'zgarishi mumkin. Ko'payadi. Endi X Tour menimcha aka shu botib qoladigan joylarda kerak bo'lmasa qolgan joylarga menimcha shart emas. Shunday. Nazdimda, chunki u ham lishniy rasxod, chunki 4 ta balon ham ishlab turish kerak unda. Shunday. Shuni hisobiga. Endi barchaga tavsiya qilib ko'ramiz bu mashinani. Endi bizda ko'pincha bu mashinani xarid qiladigan mijozlarimiz hoji akalar bo'ladi ko'pi. Barcha hoji akalarni chaqirib qolaman. Kimga sotganingizni ham bilasiz aka. Kimlarga sotganlarini ham bilasizlar. O'zim akam, Jamshid akam aytibdilar. Jamshid aka o'zim tanishim olgan dedingiz-a? Hop, mana akam ham aytibdilar, o'zimni tanishlarim ham olganman dedilar akam. Shunday. Xudo xolisa ularni ko'rib aka havas qiluvdingiz. Ha, havas qiluvdim, mana kelib endi haydab ko'raylik qani. Hozir endi bitta sizni ham haydatib, nasib bo'lsa, test drive'da akamda ham amalga oshiramiz nasib bo'lsa. Jamshid aka, manzil qayerga ketyapmiz? Manzil endi biz asosiy manzil yomon yo'llarni izlab ketyapmiz o'zi. Bir ko'rsatamiz mashina yurishini. Misol uchun mana yomon yo'llar. O'zini tutishi. Bular hozir dami 3.2 turibdi, o'ziniki 3.2 bo'ladi. Tushirilmagan holatda. Shumkasini ham sezayotgan bo'lsangiz, juda yumshoq ishlangan bu. O'zini radnoy shumkasi bo'ladi. Ana aka, yoningizdan boshqa brendda mashinalarni minayotganlar sizga havas bilan qarab ketishyapti. Tepadan qarash qanday bo'ladi? Aka, mazza borku mazza. Hammalaringni akalar havolda kutamiz. Nasib hammaga buyursin shunaqa mashinalardan minish. Nasib bo'lsa. Jamshid aka, bularni narxi nech pul dedingiz? Boya men ozroqqa esimdan chiqib qoldi aka. 569 million 900 va 534 million 900. 534 million. Qarang, hozir bu yangilangan rangi. Da, bu yangilangan rangi bo'ladi. Bularda turli xil rangi bo'ladi. Oq, qora, yashil metallika va matoviy rangi. O'sha bitta matoviy uchun 10 million so'm qo'shiladi. Qo'shimcha to'lovi o'shanga faqat matoviy bo'lgani uchun. Da. Yana bitta tarafi bor, 535 millionligiga ham, 570 millionligiga ham
15 million agar doplata qiladigan bo'lsangiz, sizga sentralniy blok qo'yib berishadi. Aha, nima bo'ladi u? Sentralniy blok уже u Turik Store'ni yanada ham отдельно ishlashiga imkoniyat beradi. Ha, zavodskoy bo'ladi. O'z zavodskoy bo'ladi. Uni misol uchun kelib turib aytganimizdek, ichki dizayn, tashqi ranglarda tanlashda muammo yo'q. Bizda o'sha gap aka, qaynoq tandir o'zimizda. Tandirdan shunday borib, uzib, qaynoqda olib kelib klientga topshirasiz. Shunaqami? Shunday. Bu mana tog'li zonalarda ancha kerakli bo'ladigan funksiyalari bor. Ya'ni tankova rejimi degani bor. Pоворot qilayotganingizda juda, ya'ni katta nazorat qilmaysiz, sizga kichkina joyda nazorat qilishingizga imkoniyat beradi. Bu funksiyasi aynan avtomobilning. Buni motori 2 li bo'ladi, turbo motor, bemalol propan qo'ysangiz bo'ladi. Hattoki hozir misol uchun tasavvur qiling, Mayovkaga chiqib ketyapmiz. Bizga eng kerakli narsa nima? Bu bizda tok bo'ladi. Bu tok ham chiqarib beradi. Ha, orqada 220 bor bunda ham. Da, 220 volt chiqarib beradi bemalol. Buni agar tog'li zonalarga keladigan bo'lsa, o'sha aytib o'tganimizdek Turik Store'ni ham qo'shsangiz bo'ladi sirazi. Hozir men sizga mana shu yerda Turik Store'ni ko'rsatib o'taman. Turik Store'ga olish uchun neytralkaga olamiz va Turik Store'ni qo'shamiz. Ha, buni yurib ketadigan holatda qilib bo'lmaydi. Da. Tekislikda Turik Store'ni haydashni tavsiya bermayman. Tog'li zonalarga обязательно Turik Store'ni yoqing. Chunki tortishi именно shu tog'ga mo'ljallangan. Aynan tog'li zonaga bu. Jamshid aka, kavlayapti-ku, ha? Da. Toza mazza qilamiz. Tog'li zonalarga kerak bo'ladi bu narsa. Ko'pincha mana. Chiqishlarini qarang. Shaharli yo'llarda u ayniqsa kerakli bo'ladigan narsa. Mana shu joyda tankova rejim kerak bo'ladi bizga. Aha. Tankova rejimda ko'rsatib. Jamshid aka tushib ko'rsam bo'ladi pastdan. Bemalol. Hozir mana tushib olasizlar, ichkari o'tiraverasizlar. Xo'p, bismillah, akalar tushib olamiz. Mana sizga. Kavlayapti mashinamiz. Ana sizga. Jamshid aka, ancha kavladik, ha? Ancha kavlaydi. Bu aytib o'tganimdek tankova rejimi bo'ladi bularni. Ana u mashinani yerga yopishtirib haydar ekanda, чтобы sirpanib ketmasligi uchun. Shunaqami? Da, bu narsa bu yerga kam расстоянияda o'zini bu yerda nima desam, tezroq burib olishga. Da, tezroq burib olishga. Ya'ni tankova rejim bilsangiz agar tanklarda bitta balon aylanmasa, bittasi aylansa joyda aylanadi. Ha. Xuddi shunday narsa-ki bunday. Tushunarli. Mana sizga. Endi bu hozir to'laqonli H9 ga qiziquvchilar bo'ladi. Aynan avtomobil shu akalar uchun. Xohlasa ichki salonini, xohlasa tashqi ko'rinishini bemalol tanlasa bo'ladi. Tushunarli. Jamshid aka, nimada savollaringiz bormi akaga agar? Jamshid aka haydab ko'rasizmi? Ha, akam haydinglar. Keling. Nimada savollar bormi akaga? Mobodo? Hozir haydab ko'rib aytaman. Hozir yaxshi. Bo'ldi, mikrofoningizga taqib qo'yaman endi akam. O'tib olavering bemalol. Xo'sh, akalar ketdik. Ayalar ichkarida bo'ldi. Biz syomkada biz aytganimizdek, lyuklarimiz bilan hozir endi bu yerni akani o'zidan aka faqat Jamshid aka emotsiyani aniq qilasiz. To'g'ri aytasiz. U ana ko'z bo'yma shartmi? Remen taqib oling. Remen taqib oling. Remen обязательно bo'lishi shart. Bo'ldi, qarang. Avtomat degansiz. Faqat o'ng oyoq ishlatasiz. Chap kerak emas, umuman. Chapni ishlatmaysiz, faqat gaz, tormoz. Tormozni bosing. O'ng oyoq bilan bosing. Faqat o'ng oyoq ishlating. Faqat o'ng oyoq ishlating. Endi ushlaysiz, rechakni, yon boshni bosib turib pastga.
Ya'ni mana qarang. Bunda tablosida P turibdi hozir, parkovkada. Yonboshda bosib turib pastga. Neytralka. Neytralga yana bitta Bittaga dash keting. Bo'ldi, degan tushdi. Endi bunda har doim elektrический tormoz ishlab turadi. Ya'ni nima u deganingizda, bu yerga elektrический tormoz ko'tarilgan bo'ladi holat. Gazni bossangiz, u remenga ta'sir bor. Remen taqilgan bo'lsa, o'zi qo'yib yuboradi. Remen taqilmagan bo'lsa, uni qo'yib yuborishingizga to'g'ri keladi. Ha, shtobi безопасность uchun, ha? Faqatgina eslab qoling. O'ng oyoqni ishlatasiz, chapni ishlatmaysiz. Tormoz gaz bo'ldi. Ha. Ikosiga qo'ying. Eko rejimda yuribmiz. Aka o'rganib olish uchun birinchi ekoda yurgizamiz. Jamshid aka, bari yangi mashinanga. Shunday. Aha, o'sha akani 30 boramiz asta-sekin. Xo'p, akalar, mana sizga mashinamiz. Jamshid aka, Adash aka, ощущение qanday? Toza. Hayajondaman, juda ham hayajondaman. Mashina yurish holati yoqyaptimi sizga? Ha, juda yoqyapti. Kattaligi qanday? Kattalik keng, juda ham keng. Tasavvur qiling, sayohatga ketyapsiz jo'ralaringizda. Samolyotda ketayotgandek bo'lyapman endi. Yumshoqligi. Ha, yumshoqligi ham. Juda yaxshi. Xo'p, Jamshid aka, mashinalar mana menejer Jamshid akaga aytyapman. Bu ham Jamshid aka, bu ham Jamshid aka. Endi taqozoni qarang. Bu menejer Jamshid aka, ya'ni menejer Jamshid aka deb aytaman. Menejer Jamshid aka. Qarang. Mobodoga aka barqaror saybat borda, astagina yo'l berishyapti. Katta rahmat aka. Shunday. Jamshid aka, qarang. Olarmon odam nimalarga ko'proq e'tibor bersin? Olarmon odam misol uchun agar #9 nima nazarda misol uchun? #9 hozir #9 faqat haqida ma'lumot ketyapti. Faqat #9 haqida gapiramiz. Yo'q, misol uchun to'lov shartlaridanmi? Yo'q, mana bu mashinani xususiyatlarini aytaman. Mashina xususiyati endi tanlash bo'lganda misol uchun #9 однозначно #9 chunki deganda ahamiyat beradigan taraflari buni yerdan balandligi. Juda baland. U degani o'sha любой yo'lingizga ketaveradi. Undan chapga. Undan tashqari buni funksionallisi. Tormozni bosing. Undan tashqari buni funksionallisi juda ko'p, juda katta imkoniyatlar bor. Unda nima degan, misol uchun avtotarmojeniya, полосовой держаниялari bor. 7 o'rindiqligi 3-tarafdan oddiy misol aytganda 220 volt ham juda katta imkoniyatni beradi aka. Tak mashina hozir juda ko'payib ketdi. Ha, mana shu yerda sal muammolik yo'limiz. Eng ko'p движение bo'ladigan ko'chamiz mana shu ko'cha bo'ladi aka. Bular yo'l berarmikan, marhamat qilsangiz. Mana shu yerda asta o'tsa bo'lar ekan. Nexia hozir qo'yib yuboramiz. Jamshid aka shoshmay Nexia kelyapti. Bu degan hadis bo'ladi aka. Jamshid aka ham o'zi Jamshid aka, menejer Jamshid aka, bu akam ham o'zi mashina olaman deb o'ylab yurgandilar. Xudo nasib qilsa, xudo xolisa shuni ko'raman deb bugun ozod men borsam qanday bo'ladi deb ular aka tanish bilishlik qoladi desam, mayli, men o'zim uchun boraylik deb haydab ko'ray, qani xudo xolisa yig'ini gaplashaveramiz deyishdi. Nasib bo'lsa akani ham havolga chaqirib qolamiz aka. Shunday. Havolga kelsa, imенно mana shu aka kelgani uchun o'zi tezroq qilmoqchi edik. Bonuslarni ayamasdan beramiz. Xudo xolisa. Bo'ldi deganicha. Ana u Jamshid aka bitta gap bo'ldi. Forij akam qo'ydi videosini. Agar iloji bo'lsa montajda ham shu ozroqni akalar chiqarishga harakat qilaman akamni. Qarang. M6 haqida ozroqni gap bo'lib o'taylik. M6 qanchadan qanchagacha narxi? Eng arzoni 149 million qancha yamatda adashmasam? Da, M6 avtomobilimiz 249 milliondan boshlanadi. 259 million 900 ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi va 279 million 900 uchinchi pozitsiyasi bo'ladi. O'sha forijli akam adashmaydigan bo'lsa, 3-pozitsiyasini fullini olishgan. Full pozitsiyasini xarid qildilar. Full pozitsiyasi bo'ladi. Hozir 279 million 900 dan uni ham bankka o'zimiz borib, hamma hujjatlarda yordam berib, videoda ko'rgan bo'lsangiz ham akalar xursand, chunki 1,5 oy oldin kelib va'dani berib ketgandi. Ha, bir ikkita forijli akalarimni ko'rdim. Uka, forijlilar bitta gapiradi, boraman dedimi, boradi deyishdi. Endi ba'zi akalarim tushunmay qopti.
Endi hech kimni biz yomonlash niyatimiz yo'q, shunchaki tushunmovchilik bo'lgan orada. 249 millionlik 279 millionga sotgansizlar deb. Endi 279 millionga mashina oladigan odam ahmoq bo'lmaydi-ku akalarim, endi qo'pol qilib aytyapman. Sababi 3-pozitsiyasi olyapti. Endi 1-pozitsiyasi haqida gap ketmayapti, yo'q 3-pozitsiyasi haqida gap ketyapti. 3-pozitsiyasi akam aytganda 279 million 900 ming so'm pul bo'ladi. Tем более birinchi pozitsiyasi mexanika bo'ladi. O'shasi bor. Da. Ikkinchi pozitsiyasi deganda ham bunda lyuk bo'lmasdi. Akamlarda lyukligini o'qitishdi, O'sha kuni o'zida javob berardingizmi ularga? Da, o'sha kuni o'zida aka. Hozir Instagramda anchagina adashmaydigan bo'lsa bir 80 mingdan ziyod prosmotr yig'ib qo'ydi-da bu. Akam ham anchagina mashhur ekan xorijda, ko'plar tanir ekan. Men videoni mana ko'rdim. Juda ko'plar yozishgan. U aka, как знаменитый aka ekan. Ya'ni taniqli, hamma tanir ekan. Jamshid aka, endi sizga beramiz, menejer emas. Haydab ko'ring endi bitta akam, mikrofonlari bor o'zida. Bor aka. Bo'lsa, nima bo'lyapti akam? Shu shuni, ana hissiyot qanday? Hissiyotlar zo'r, xudo xolasa. Endi Jamshid aka emas, Xo'ja aka. Xudo xolasa, mana bu gabarit bilan shunday aka. Xo'ja nasib qilsin, nasib bo'lsin xudo xolasa. Shunday bo'lsa. Akamga ham buyursin, hammaga buyursin. Xo'p, xudo xolasa akalar, kelib qoldik biz. Avtosalonga qarab yaqinlashyapmiz. Videomiz 20 minutdan ziyod video bo'libdi. Jamshid aka, ish vaqtlariga qaytaylik. Ish vaqtlari ertalab soat 8 dan kechga soat nechagacha? 8 gacha. 12 soat ish faoliyatida biz. Mabodo yozgi kuniga, yozgi rejimga o'tsak, sal yana cho'ziladi ishimiz. Shunday. Bemalol. Yakshanba kuni ham ish bizda. Shunday. Yakshanba kuni ham ish. Kelaverasizlar akalar, bexijolat qaynoqqina tandirni o'zidan birinchi qo'l sizlarga zavodni o'zidan olib chiqib, olib kelib berishadi, muammosi yo'q. Yana stenkani ham to'la, Da, steyanka juda ko'p. Aka, kelsa skladdan tanlab olaveradi. Любой. Voy, qaynoqqina joyida. Qaynoqqina o'sha gapingizga qo'shimcha qilmoqchi edim. Skladga olib boramiz. Tanlagani, ushlagani akalik. Ana sizga. Mana shu iminda mana shu mashinani olasiz demaymiz. Xohlab chirtib oladi aka. Yangi zavoddan. Da. Endi bilasiz, Jizzax nomer 1 baribir. Gap yo'q. Xo'p, akalar, mashinani yurishtirishi hamma joyi zo'r, gap yo'q. Mikrofonni bitib turasizmi? Eshitildi mana. Mashinani yurishtirish hammasi gap yo'q akalar. Даже mana bakovalarda ham airbaglari bor. Hamma joyini ko'rsatayozgan. Bu taraflarda ham bor akalar. Muammosi yo'q. Mashin aytganimizdek eko koja. Jamshid aka, bunda massajning sistemasi bormi? Qaysi birda? Massajni yo'q, endi Jamshid akamga yoqib qo'yaylik bitta. Mana boshlandi. Boshlandi. Nazar qiling, massaj. Menda ham bor hattoki massaj. Voy, ana. Shu joydan so'ramoqchi edim o'zi. Massajni nima? Boshlandimi Jamshid aka? Yo'qmikan, mana boshlandi o'zi. Tabloni oldida mana qizlar eksan orqasidan. Jamshid akam o'zi ancha opitniy akam, o'zimning akam, anchadan beri mashina haydab yuribdi. Nasib bo'lsa, shu unga olib qo'ysak salon oldida akam. Ana yurish-turishlardan akam ham anchagina opitnilar, ya'ni demoqchi bo'lganim, keling, haydab ko'ring. O'zingiz ham mana shunday test drive xizmati bor, xudo xolasa. Sizlarni Mana uni? Da. Endi Jamshid aka avtomobil haqida bir ikkita fikringiz. o'zingizda shaxsiy aka, ana Shaxsiy. nima desam bo'ladi? Haqqoniy. Hech kimga misol uchun reklamaga majbur emassiz yoki maqtashga majbur emassiz. Yomonlash ham ko'ring aka. Agar ma'qul bo'lmagan joylar bo'lsa, aytsangiz bexijolat. Bular ham o'shani tipadela ko'rib, baribir qilib chiqishi mumkin. Hamma talab va istaklarga qarab. Bu mashinani mazza qilib haydab ko'rdik. Oxiri mana massaj joyi bormikan deb, ana yo'q bo'lsa ham uyalib qolishmasmikan deb so'ramoqchi edim. Mana bu joyni ham yoqib berishdi. Massaj bo'lyapti. Uzoq joylarga ham bemalol mazza qilib haydab borib kelsalar, mazza qilasizlar. Charchatib qo'ymas ekan. Yumshoqligi qanday aka? Yumshoqligi zo'r. Chuqurchalardan ham o'tib ko'rdik, ataylab. Hali ham ta'mi Jamshid aka 3,5. Bu tushilmagan holat. Davlat standarti, ya'ni. Davlat standarti. O'zi asli sal pasayishi kerak baribir. Umuman bildirmas ekan haqiqatan. Tavsiya qilasizmi olishlarini? Iya, nima tavsiya qilmaymiz. Birinchi o'zimiz olaylik, keyin ular olishadi. Birinchidan bo'lishda, masalan, niyat qildik mana. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, akalar, xudo xolasa sizlarga ham tavsiya qilamiz. Endi astagina shu bo'lsa ham bo'ladi menimcha. Eg'ini nasib sizlarga salondan ozroqgina yana ma'lumot qilishga harakat qilamiz. O'sha gap akalar, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Keling, ko'ring, nasib Havol avtosalondan mana shunday mashinalarni nasib qilsin sizga ham. Ana shunday ikkovlon turib olsalar, endi bitta rasm tushirib qo'ymaslardi, nasib.
Bo'ldi, ana shunday. Havol ko'rinsin. Akam biz havolga kelganmiz. Akalar syomka pramoy ketadi, pramoy rasm o'chirib mana shunday qilib nasib sizlarga obloshga chiqarib beramiz. Havolga keling, Jizzax havol 24/7 akalar telefon nomerlari ishlab turadi. Jamshid akam o'zigam aloqaga chiqarasizlar, havol chakaga obuna bo'lib qo'yasizlar nasib bo'lsa. Jamshid aka, salomat bo'ling. O'zingiz ehtiyot qilinglar.